Biz uyimizga to'y oldi. Mini remontchi tushirdik o'rtoqlar. Chunki men bu zolimizga mana bunaqa chizilib, mana bunaqa bo'lib ketuvdi-da. Keyin mana bu o'g'limning sharofati bilan Mahmudga chizib pechatlab qo'ygan. Va shunaqa rasos chiqib ketgan. Keyin Mahmudni kira yoyardik. Ahvolni qaranglar. Rasvosi chiqib, dabdala bo'lib ketuvdi-da. O'shanga xo'jayinim usti tushirdilar. Mahmudlarni hozir qilib bo'lishibdi. Rang endi beradimi adasi? Yo'q, qilib bo'lishdi. Bo'ldimi bu yoq? Hozir betlar bo'ldi. Endi faqat mana shu taroqlarni qilyapmiz. Eski rangini ko'rsatdi, hozir rangini qara, jimchiq rang ochdilar burutiga. Mana betlar bo'lgandan keyin yaltirlayapti. dahshat ko'rinadi. Mana bu eski varianti-da, mana qilinmagan variant. Mana hammaqa bo'lganda. Xo'p, ustalarimiz ko'rsatib qo'yman sizlarga. Jasur akam o'zi mana katta-katta zdaniyalarga travertin qilishadi. Pulni. Endi hozir bizani uyimiz ichiga mana shunaqa o'zlari attachenta qilib berishyapti. Jasur aka charchab qolmayapsizlarmi? Ha, rahmat. Sizomisiz? Rahmat. Bizda oldin kichkina malar ketdi uyingizga. Ha, mana kichkina malar mana chizib, hamma joy rasvo qilyapti. Qani to'g'rilab. Baraka toping, rahmat, kattakon. Endi bir 3 kunlik ishinglar bor, xudo xolasa. Bizlarni aytgancha, qizli uyimda adamning hovlisiga yaqinda remont tushadi. Xudo xolasa men Jasur akam o'zlari qilib beradilar. Mana sto'rsim. Fasad qilishadi, polni, trading deysizlarmi, emulsiya deysizlarmi, tepalarga mana tiyagalar, onaslar tiyaga deyiladi. Profillarini saqlab qo'yinglar. Kerak bo'ladi. Bugun bo'lsa erta kerak bo'ladi. Aniq, 100 talik. Ha, endi qachondir remont tushirasizlar, baribir o'sha paytda mana podpiska bosib qo'ysanglar, nomerlarini qo'yib qo'yman, saqlanib qo'yinglar, kerak bo'lib qoladi. Juda ham insofli odam, ham o'zini ishini toza qiladi. Bozordan 30% arzon kerak bo'lsa. Birinchi qo'l, biz anaqalarga ham borib ko'rdik-ku, sexlarga. Sexlarga ham borib biz video olib ketuvdik-da. Xudo xolasa, uy ochilib chiroyli bo'lib qoladi. Uzoqdan bitta ko'rsatib. Yaqinlashtirdi qara. Qara yaltirashib beraysan? Mana qarangki, ham chizsa keyin ketadimi, yana buni yana qalamda chizadimi, aniq bilaman. O'sha chizilmaydi. Bu qotgandan keyin chizilmaydi. Eng qizig'i changi ham bilinmaydi, changi ham bo'lmaydi. O'g'ay. Chang o'ziga olmaydi uncha-munchaga. O'g'lim qarang, nima chizdingiz mana bu yerga? To'g'risini ayting. Nima chizdingiz mana bu yerga? Boshladi yana bu. Qo'y. Olib kelib beryapsiz, Jasur aka. Ertaga forma olib kelaman, xo'p?